much wisdom to share. Every Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, Coromini walking together, true seed of friendship forever. Strong minded lords of nature, preparing a new future. Coromini always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, Coromini loves of nature. Coromini, 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 Coromini. Bu joy tosh podshohligi, dengiz podshohligi va lava podshohligi tutashgan chegara. Lekin danishmand jazman xatolashdi. Bu yerda hech qanday xatar yo'qkan. Bu yer bek go'zalkan. Ko'rdinglarmi? Bekli go'zalkan. Sen bu qaqasliqni güzelken deysan, o'zing xatolaştır. Acaba güzel emasmi? Rivoyatlarda tunji germoteshi mushu sepilning ostida debdikan. Bu sepil menga qo'limaydi. Har qanday zarbiga bardoshlik bera oladi. Hamma yoq to'pchang to'sa, boshqa allaqachon unutib ketgan gap. Man qaranglar, mening bu qaqasliqda turg'im yo'q. Ha, hech qisi yo'q. Danishmand xatolashib qolgan gap. Bu yerda hech qanday xatar yo'qkan. U g'alatirak dedi. Hargizmi xatarlik demadi. Bu yerda hech qanday g'alatilik yo'q. To'liq vaqtimizni isrof qilmaylik. G'alati emas dedingmi? Tosh podshohligida suv bor ekan. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Bu yerda cho'qim dengiz podshohligidan eqib kelgan yarosti suvi bor. Balkim bu bir yipuchi bo'lishi mumkin. Bizni bu yerga avatishning bir sabab bor. Amsi biz surishtirib boqaylik. Sizlarmi bilmagamsizlar? Dengiz kuchini ko'rsat. Mutlaq ko'zayni giy. Ha? Qols bo'ldi. Ham to'limi esir. Bu sal g'alat ekan. Dengiz zerakchaqlari. Balki danishmand bizni bu yerga ulan topsin deb avatgan bo'lishi mumkin. Neymiş bo'ldi? Suv qizib ketyapti. Qutqizinglar. Ularni qutuldirib olaylik. Tez bulaydi. Bo'lmasa ular kuyib kavob qaylinib ketdi. Qutqizinglar. Qarab qo'ymay tez qutqizmamsizlar. Ferno, subakla qiziqkan. O suv bak chunqur ekan. Biz onunla yordam beraylik. Zaman kuchini ko'rsat. Hay? Orman kuchini ko'rsat. Ay! Qaltis bo'ldi. Hey! Arish, kuchingni ko'rsat! Ular bizni qo'rqityapti. Ularning iniga uchib berib qutqiza olamsan yo'q, ha? Mana ketyapman-ku. Nimanchi qiziq. Bo'ldi, chetda tur. Menga qo'yib ber. Bak qiziqkan. Nimachi qiziqdi? Odatda tosh suvda cho'kadi. Men bir amal topay. Tosh avtomobil.
Ferno, bardoshlik be. Orqaga diqqat qil. Ha? Men suvni olishim mumkin. Titan to'lqini. Ko'p rahmat. Titan to'lqini putim ko'yib pishib qilay degan. Ferno, hech yo'qdi. Onunğa hech gap yo'q. Afsuslarni biz o'z yerikchaqlarni qutqizamidi? Bo'ldi, afsuslanma. Ular xatardan qutulib qolgan bilan, biroq bu daryo tugashdi. Zodi nima shub ketdi? Tabiatdan tamponliq buzildi. Danishman, Sen nereden payda buldun? Neymiş ki bu işin sebebini sormaysan? Yani Makır'ın qilgan ishi shundaq mı? Burun yuz bergan ishlar faqat bir boshlanish. Hozir o 5-20 teshiga erishib, nurg'un ishlarni termoqchi. Nima ishtirmoqchi? Giyormoqi jang e'lon qilmoqchi. tez bizni qutqizinglar. Zodi nima ish bo'ldi? Qutqizinglar. Yo'q. Bir amal qilayli. Benim amalim batasıran. Biz birleşip sınap bakaylı. O'ylig'inimdek dedim. Bardoshlik bera olamsan. Hech gap yo'q. Ozroq beshim qo'ygan shu. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Biz keldik. Zaman hukmroni Hozir ahvol so'raydigan vaqt emas. Azirmanlar uning ichish bo'lmadi. hech shangim kelmaydi. Bir karmit hukmroni meni qutqizib oldi. Ismingiz nima? Ular meni Kavkazlik Agram deb ataydi. Men sizlarga zaman hukmroni qanday qilib yakigan oldi meni qutqizib qolganligini deb beray. Bu ko'pchilikning o'rtaq tirishchiligining natijasi. Agram hükümran kaptı. Taş hükümranı kaptı. Agram kahraman yaşsın. Kanlaşmağa. Ben kangaş duray. Yo'q, ko'z. Berip ahvali tanqinlab bakay. Biz Makır'ın elisini bilip bekişimiz gerek. Onu qaytib keldi demakchi ma? Siz shunda xo'p qoldi. Lekin uni maqsadga Biz yetkazmas shunda kerak. o'ylayapmiz. Ferno. Mana hech gap yo'q. O't yalqin hammani quritib etdi. Biz hujum uchiramdi. Sizlar Makır qarshi tura olamsizlar? Bu sepilmo tabiiy o'zgarishni to'sib qololmadi. Lekin mening bir amalim bor. Biz u lavalarni jazman to'sib qola olamiz. Ya'ni Fernonni saqayta olamiz. Sepilning o tarafida dengiz podshohligi bor. Biz bu yerdan boshlaylik. Nimani boshlaymiz? Lavalar so'g'anda qanday bo'ladi? Ko'p miqdorda o'ri Biz chiqirdi. bu sepilni buzib, ichki suvni bu yoqqa quzaylik. Sen necha ming yillik sepilni buzmoqchi bo'lyapsan? Ha, yaxshimisan Sifro? Menga bu sepilni buzishib bergin. Nima? Bunda qilsang bo'lmaydi. Bosqinchilik qilish paytindami? Bu degan zamonning botir sarkarlarini qo'g'daydigan sepil. O'lganing shu. Men Germonning sepil askari. Men hayotim badlik bu sepilni qo'g'dayman. Ularni tutinglar. To'xta, sen xato tushunib qolding. Bu ish bekli muhim. Uning chiqilma.
Uni qilma. Kayningga chekin. Zaman dara qayatlik berdi. Biroq biz yana seni o'lim yo'liga qistab bora olamiz. Sen kimga qarshi turish kerakligini rostini bilamabsan, tosh askar. Sana deb qo'yay, to'l ochiqimni keltirma. Men seni askar tutib qo'yay. Biz seni par qilib etamiz, kucha soltak. Bu nima ish endi? Oldingi yana bir qadam mengisam. Senlarni Bo'pti, barliq o'yiningni chiqa. bo'ldi qil. Men sana yumshoq qo'l o'qitdiman. Men bilan yur. Hammanglar tinchlikla. Biz sizlarga yordam bergili keldik. Sepil bizga yordamlashganmi? Bu qanday bir yordam berish bo'lsin? Kimsan shu huquqni berdi? Menda bu huquq bor. Germo deshi? Sizlar Sepil hukmroni? Sizlar nimda bizga Sepilni buzmoqchi bo'lib qoldilar? Men va do'stlarim Geormardni qo'g'dimoqchi. Ha? Do'stim, bu ko'chatni qanday qilsa do'stim deylar. O'ylab boq, Akram. Makr har qachon kelishi mumkin. Gapimga quloq solg'aylar oliylari, lekin bu muvofiq usul emas. Podshohligimizning bexatarlikni qo'g'dashdan birdan-bir chorasi bizni qadimda saqlanib kelgan buyuk sepilimizning har bir parchasini qo'g'dashdir. Balkim burun shundoq bo'g'aydi Sefro, lekin zamon o'zgardi. Hukmron janoblari, siz bilan birga muqaddas qanimizni ko'rgan bo'lsa, bizning nima uchun sepilni qo'daydiganligimizni tushunadilar toki zamon oxirigacha. Chataq yo'q. Yo'q, kirsam bo'lmaydi. Faqat zaman qabilasining odamlarla u yer kiralaydi. Nega bag'im kelsa o'zimning ishi. Tasran, sen teshida saqlab turg'in. Janoblari, qarasizlar, bu otam rasmlar necha ming yillik tarixga ega. Vah, men bundaqligini o'ylab boqmabdi-ekanman. Bakla hayvatgan. Buningda makrdan qo'liq tushganlik tasvirlangan. Zaman hukmronning makrni mag'lub qilganligi, shundaqla uni o't dengiz qapsab qo'yish tasvirlangan. Shu chaqdan boshlabla Sepil remont qilinishga boshlangan. Rostli qo'l tisgan. Men bilan yursizlar, yana birini ko'rsatdi. Uchu. Qalbi qaznib kelgan hukmron Sepil o'ngshashga boshladi. Shunga hech kim keng zaminning xotirjamligini buzolmaydi. Bular arasida nafs yodgorliklarkan, Sefro. Lekin mening qarshimcha nurg'un buyuk rivoyatlar burun yuz berib boqmagan. Sizlarga ijozat berganlar yosh hukmron. Sizlar oldiniblar. Bu kechirmishlar tashlar o'ylab davrlarga o'lishib kelgan. Tashlar hargiz yolg'on aytmaydi. Boshlamchi bo'lib sutimiz bilan meningda Sepil garmetlari davlatimizni qo'g'dab boshqa davlatlardan tahdiddan saqlanamiz. Gap mushu yerda. O'zaro qirg'inchilik bizni texmi ojizlashtirdi, lekin ittifoqlik. O yana o'shadan ketdi. Suvsizlangan sudimi yerdimi o'xshash. Ulamalar hammani yo'q qildi. Biz cho'qim bu sepilni buzayli. Oldingi yana bir nima qildi? Tosh podshohligini qutqizish uchun jazman bu sepilni buzishimiz kerak. Chat tur, neri tur. Zaman hukmroni, sen avlodlarda yuz bermoqchimi? Zaman garmetlari musipilda hargiz mag'lub bo'lmaydi. Sen nima qilishni faqat bilmayapsan. Bu saxt hukmron bizning marosimizni buzmoqchi. Ularni yo'qotayli. Taqdossiz tosh to'p. Va! So'nmas shoxlar.
Endi bo'ldi qil Sefro. Men boshqa joylarga berib boqar. Biz bilan hamkorlashsaqli makrni yengalaymiz. Yo'q, biz dushmanlardan mudofialansakli bo'ldi. To'xtanglar, cho'ng chataqqa yo'liqdik. Nima deydigan sen? Seven bu yerda nima ish qiladi? Obdan o'ylab baq Tasran. Qarmoq uni makr bir yomon ish qilib berib avatgan. Nima shu ketdi? Agar biz dal vaqtida ularni to'smasak, makr bu yerni nachpoch qilib etadi. Shuning bilan u boshqa podshohlarga hujum qo'zg'aydi. Terno, sening ularni joyida to'g'ritayotganda kuching bor? Ba, to'xta. Yo'q, bundoq bo's bo'lmaydi. Ferno bekli ajizlab ketibdi. Bizga yordam beramaydi. Tez Sevenni qo'g'lib etaylik. Bir amalinglar bormi? Rokas, meni boshlab ba. Bunchalik narsaga yaqinlanmayman. O'rmon hukmroni bilan Arish hukmroni birlikda hujum qo'zg'adi. Agar tosh podshohlarimiz tugasa orqada ularni hujum nishoniga aylandi. Ular o'zini qo'dashni shunda qilyotdi. Agar ular bu sipilni buzib daryo suyini boshlagan bo'lsak, biz qutulib qolardik. Bu sipil qad ko'tarib to'g'ri uzun yil bo'ldi. Uni buzmasanglar bo'lmaydi. Ular bek ko'pgan. Oy! Qattiq bir tutishayli. Ay! Menimcha biz boshqacharoq plan tuzsak bo'g'dak. Har qanday fikrini qo'llayman. Hayvat, toshbalay. Basordek bizga taqabul tura olamdi. Otnayli. O'lim vaqtini yiqilyapti-da, o ahmoq. Voh, kalva. Lava o'tlar menga ta'sir qilolmaydi. Rokas, biz bardosh beramaydigan ish qildik-ku. Fursat eng muhim Agram. Seven bo'lmasimi ular yana bostirib kiryapti. Seven o cho'ngchiligida o'sil Toshkentga yetib bordi. U yana tubtiz qilib etishi mumkin. Tubtiz qilib etishi mumkin deganingni tushunmadim. Lekin biz ularni to'smasak butkul zamin vayron bo'ladi. Biz ishga tang yetishib bo'lmaymiz. To'xta, sen o'zsang bo'lmaydi. Ormoda hech qanday tosh bizning o'tishimizni to'sib qolmaydi. Ya, muqaddas o'rni bulsak bo'lmaydi. Buni o'nim bo'lmoqdak. Yo'q, unda qilma. O'tinib qolay. Unda qilma. To'xta. Kelma. Seni bir vaqt aylantirib itman. Tuz qilma, bu mening ko'nglim. Sen nima uchun dengiz garmentini zamin garmentini qutqizib olasan? Hammamiz garment, o'zaro yordam berishimiz kerak. Birodarlar, bu sipilni buzinglar.
Yağmakimiz təsqə. Yardımcı qoşun hazırlık keladi. Endi buni bulsam bo'la. Qani sinab baq. Ish qilib sen yolg'iz emas. Bu qararını təsdiq qilganligini bilaman, lekin sen tosh podshohligimizni qo'dab qila olding, Sifro. Garmen Tökübüranın dana fikrimini ilhamlandırdı. Ha, rahmat sana. Lekin men uncha dana emas. Ben seni demedim, Agran. Hayatım kılıçsızlık vakitte Deniz Hükümranı beni kutuldurup aldı. Deniz Hükümranı yaşasın! Qaltis. Qarg'anda sizlar bir-biringlarni qutqizganga o'xshamamsizlar, Sifro. Biz bu çağda yandık. Lekin taş padişahlığımız territoriyasidan ayrılıp kaldı. Özümün vazifesinden çıkamadım. Nega maqdi? Sening qilganlaring tasavvuringdan halqib tushdi. O sepilning ayirib turgani ikki davlatga nisbatan foydasidan ziniga qarab. Bu bekli qaltis bo'ldi. Shundaq bo'pli qamay. Sen bir tarix yaratding. Oh! 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 Just to have his revenge, and his greed has no end. Power core made in lords are defending this world, and the old sage is there with much wisdom to share. Every lord, young and just, knows that to win they must work together with good.